Yo, what's up nigga bolalar do'stlar, sizlar bilan yana men Sidecraft bolalar. Bugungi videorolikimizda biz Minecraft nurli craft serveridan orqalarda ko'rib turgan anarxiyada kuchayib, noldan kuchayib anarxiyada top 10 talikka kirishga harakat qilaman. Sizlar like bosib, obuna bo'lib turinglar. Bo'lmasam let's go bolalar, video boshlandi. Menga o'zim skin qarada o'rnatilmadi, lekin cho'tki skin berib qo'ydi. Mana shu yerda nikim turibdi. Sidecraft degan ochib oldim. Kiramiz. Hozir do'stlar server to'lgan deyapti. Birozdan so'ng kirganda yo'qaman. Xullas do'stlar, mana anarxiyaga kirib oldim va oddiy o'yinchining kitini oldim. Va endi nima qilamiz do'stlar? Kuchayish uchun birinchi bo'lib mana bu yerdagi top boylarni ko'raylik. 15 ga pulim bor. Va men jamoam yo'q do'stlar. 1600 o'yinchi. Birinchi o'ringa chiqish uchun esa 614 million pul yig'ish kerak. 300 ming pul yig'sak do'stlar, bemalol to'pontalikka kira olamiz ekan. O'shaning uchun bo'lmasam 300 ming pul yig'ishdim. 300 million pul yig'ishda boshladik. Albatta, almas. Birinchi bo'lib 3 ta temir qazib olib, kakris. Va ana 3 ta temirni o'rniga 24 ta temir. Hozir RTPga borib daraxt chopib kelaman do'stlar. Bungacha sizlar video pauza bo'lib turadi do'stlar. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xullas bolalar, men hozir daraxt yig'ib keldim. Mana unda hozir shunday narsalar yasab, keyin almas izmurod qazib, narsamizni kuchaytirib, undan keyin bazaga joy izlaymiz. Qani, let's go bolalar. Biz bu o'zim skin emas, qanaqadir skin berib qo'ygan. What the fuck is this bro? O'zim skin emas albatta. Men chiroyli skin ekan, shuni olib ko'rishim kerak. Shunday bitta narsa yasolsak. Hoppale. Hammasini tayyor qilmaymiz endi. 28 ta tayyor yetadi. Lekin shunday kirib bitta kirka yasaymiz. Boshqa hech narsa kerak emas. Kirkani o'zi bo'ladi. Ketdi, endi izmurod qaziymiz. To'xtada. Keyingi shaxtaga boring-da. Keyingi shaxtada do'stlar izmurod ko'proq bo'ladi. Albatta, full almas brani kiyingandan keyin bizga video yoqamiz. What the fuck bro? What the fuck bile? Nima ilashib qoldim hozir men? Do'stlar, anchadan beri video chiqmadi. Buning sabablari bor. Chunki men 50 ta bo'lganimda zo'r video chiqaraman degandim va mana shu video juda zo'r video, chunki anarxiyada noldan kuchayish bu yaxshi video. Do'stlar, 50 ta bo'ldim va aytgancha hammalarga rahmat. Kattagan rahmat, 50 ta bo'ldim. 50 ta bo'ldim. Juda katta rahmat do'stlar. 50 ta bo'lolmayman deb o'ylagandim. O'shaning uchun 50 ta bo'lishim kutdim va keyin video chiqarishga qaror qilgandim. Izmurod qazib olaylan. What the fuck? Bu tarafda men tinchlik yo'q. Izmurod voy. Hamma usurni yig'ib oldim do'stlar. What the fuck? Izmurod. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Endi videoni kesib qo'yaveraman do'stlar. Endi videoni asosan ko'proq montaj qilaman, chunki videolarim yaxshiroq prosmotr olmayapti. Sizlar like bosib obuna bo'lmayapsizlar. Umuman obuna bo'lmayapsizlar do'stlar. Obuna bo'linglar do'stlar. Shuncha mehnat qilib video chiqaryapman. Sizlar bir dona obunani bosmasanglar endi nima degani bu do'stlar? Obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir men shuni versakka borib ro'zos narsa yasolgan ekanmiz narsalar. Keyin video yoqib yuboraman do'stlar. Bolalar, hozir zar o'tgan haqqimda men Yusupov degan do'stim bor edi. O'shani men hozir kirib qopti do'stlar albatta. Mana bizning bazamiz qurgandek bu bazamiz. Shakar qamish baza. Hozir baza qurishga erindim to'g'risi do'stlar. Tezroq top 10 talikka chiqishim kerak. Hozir men kiyimim, nezaret kiyim va albatta kirka yasab beraman dedi. Hozir ular yasab beradi, videoni
yoqish esimdan chiqibdi. Mana bu yerda men sabzi fermam bor do'stlar. Xullas bola, bu men sabzi fermam edi. Sal kattaroq. Voy, what the fuck. Hech narsa qilmaydi. O'zi bular yig'ishtirib chiqishim kerak. Artefaktga o'xshab men sabzi fermadan kuchayib ketmoqchi edim. Bo'lmadi do'stlar. Lekin pulim VIP narx akkauntimda. Bu yerda spawner qurmoqchi bo'lganmiz, creeperdagini. O'xshamagan. Va yana bir gap do'stlar, mana buni qaranglar. Mishkam turgan joyda qaranglar. 2 million so'm menga pul tashab beryapti hozir Yusupov. Degani tashab berdi. Boya tashab berdi. Mana bu yerda sandiqlarimiz va mana bu yerda hozir mana bu yerda ayg'oqchilikdan nimasi bor. O mana keldi. Bu tashang addushi bro. Oy. Mana bo'ldi xullas do'stlar, men boyman ko'ruvchi. Gapirmaydi menga. Voy nima deyapti? Voy do'stlar. To'pon takka chiqish ashyosim bo'ladi. Rahmat bro, rahmat. Xullas do'stlar, men to'pon takka chiqishim kerak. Rahmat deb qo'ying. Rahmat. To'pon takka chiqishim kerak. O'zingiz kuchaytirasiz. Hop. Protection 2 hech narsa qilmaydi. Menga farqi yo'q deydi-ku, menga farqi yo'q. Bo'lsa biz endi nima qilamiz? O'qinglar, musur. Hozir bayerga narsani sotib olamiz. Bitta yoqib, bitta o'chiramiz. Oy, menga nezarayt kirka beribdi. Yaxshi. Sehrlangan. Yaxshi do'stlar. Do'stlar, endi men pul yig'ib, uning top 10 talikka chiqishga harakat qilaman. Uning uchun biz sabzi fermamizdan ko'zdan kechiramiz. Ketmonim bor edi. What the fuck ochun. Ketmon it. What the fuck. Ketgan bor menda, ketgan bor edi, ketgan. Ketmon qansan? Yo, what the fuck? Ketmon yo'q bo'ldi. Yo, what the fuck? Ketmon yo'q. Ketmon bor edi. Adashganim yo'q mana. Qaranglar men do'stlar, ketmonimda. Vashshi dahshat. Effektivность 5, silk touch, fortun 3, omad 3 sehri ham bor. Bro, men fermamga teginmay. Oh my god bro, vashshi zo'r bro. Bugun kattalashtirib beramiz. Bo'lsa shunaqa qilib biznes yuritib, top 10 takka chiqamiz. Albatta bu birinchi qism. Hali bir 26 deymansa. Ko'p chiqadi hali. O'shancha olsa like bosib obuna bo'lib turinglar. Narxakam akkauntimdan ko'rsatmoqchi edim. Lekin ko'rsatgim kelmadi, noldan kuchaymoqchiman. Albatta bu Yusupovni topolmaganman. Do'stim. Bu yerda ketmonlab tashlaymiz. Bu yerga suv ham kerak. To'xtanglar. 1 2 3 4 bo'lsa. Mana shu bo'ladi. What the fuck bro, nima qildingiz? What the fuck bro? Nima qildingiz bro hozir? Hozir siz nima qilyapsiz bro? Bir kallangiz ishlaydimi? Suvda olibdi. Blok qo'yish kerak. Qo'yamiz. Bo'ldi, qo'ydik endi. Bo'ldi, endi fermani yoritib chiqamiz. Bo'ldi, sen sabzi ekib chiqamiz. Bo'ldi. Bu yoqqa ekilmayapti. Fanarik bo'lmagani uchun ekilmayapti. Yo'q. Opasini.
Lazuritga nima bor berdi do'stlar? Ha, ikildi bo'ldi. Ko'ryapsan do'stlar, biz ham sabzi ferma qurib boyib ketmoqchimiz, lekin albatta bu ko'proq qism talab qiladi. Mamlukda ham ikkinchi qismi chiqadi do'stlar yaqinda. Jumaza bilan video olganimiz yo'q, vaqtimiz bo'lgani yo'q. What the fuck? Qo'ymayapti. Yorug'lik kerak. Yorug'lik uchun men bu yerdan bir dona fakkelni olish kerak. Men bu yerga bir dona fakkel shuq qo'yish kerak. Va bu yerga sabzi ekilish kerak. Ana. Logika do'stlar, короче. Siz bilmaysizlar buni do'stlar, o'rgatyapman. Bu sabzilarni esa bayerga sotib olish kerak va boyib ketish kerak. Ha, sotmaymiz. Mana bu yerda narsalarimiz bor, xullas. Unbreaking 2 meniki dahshat kuchaytirilgan ketmon. Do'stlar, xullas, birinchi qismini shu joyda tugataman. Chunki men AFK bo'lib. Siz ishlayaptimi? Hozir ko'ramiz. Yo diyoramiz. Ishlamadi do'stlar. Videoni shu joyda endi tugataman. Do'stlar, skinim vashi go'zal bu do'stlar. Kiyimni yeching hozir. Skinni qarang, dahshat go'zal skin qo'ydim. Voy. Bolan takoy bolasi endi. Nima deyapti? Hozir so'raymiz. Skinim. Kechroq kiraman. Hop. Skinim qanday yo bro? Skin qanday skin bro? Qanday skin? What the fuck bro? Qanday skin? Zo'r, xayr. Mayli. Do'stlar, bu yerga setxon qo'yib qo'yamiz. Setxome. Masalan, setxon o'rnatib. Xullas do'stlar, videoni shu joyda tugataman. Albatta, do'stim menga juda katta yordam berdi. To'g'ri, zacharlar zo'r bo'lmasa ham nezarit kiyim berdi. Keyingi qismlarda xullas boyib, albatta necha million, 300 millionmida, 300 millionni to'plab 10 top 10talikka kirishga harakat qilaman. Top 1ga chiqish qiyin. Bo'lsa like bosib, obuna bo'lib turinglar, tezroq 100 ta bo'lishim kerak. Hammalarga xayr do'stlar, sizlarni Sidecraft bo'ldi. Anarxiyaga kiringlar, mazza qilib o'ynanglar.